Xudoolasa Xulochi mozorimizda ham boshlab oldik, o'tdik. Manzilimizda aytib o'tganmiz. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumani, Chustmol mozorini obzorini qilib berishga harakat qilamiz akalar sizlar uchun. Bugun haftalamizning 14-iyun, haftaning bozor kuni akalar. Yosh hunarchinchilarning obzorini qilamiz. Puli qancha ekan hoji bu? Assalomu alaykum. Savdosi qancha bo'lyapti? 11 million savdosi bo'lyapti. 11 million savdosi bo'lyapti ekan. Hunarchimiz. Qanchaga berasiz oxiri? Hoji bu? Ha? Ozgina qo'shganga berasiz. Ozmoz qo'shganga beramiz deyapti akalar. Aloqaga chiqarasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz akalar. Nomerni ayting bu. 94 276 71 67 71 67 ga telefon qilaverasizlar aka. Harakatini bersin hoji bu. Bunisi kimdan bunisi? Bunisi chiroyli kimdan? Qancha sotildi mashina? 11,5 verga sotdi akalar, hunarchimiz. Bu vaslari 1 metr pili chiqadi. Bu ham 1 metr chiqadi. Rost mana. Harakatini. Puli qancha ekan bular aka? Puli 14 million pul. 14 million deyishyapti akalar. Savdosi qancha bo'ldi? 11 million. 11 million savdosi bo'lyapti ekan. Barakasini beraversin. Hozir payda savdosi bo'lyapti mana shu hunarchimizda. Qancha ekan? 300 ming beryapti. Qancha? 10 million 300 ming. 10 million 300 ming savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ybaslari 1 metr plyuslaridan ekan. Hozir paytda. Bersa birodin bo'lmaydimi? Bo'ladi, bersan Berang aka. Bo'lsa ham bo'laveradi aka. Siz nima desangiz shu-da. Ha, bering aka. Va bular ham ozmas qidirsin. Bering. Ha, barakasini beraversin. 10,5 savdosi bo'lyapti ekan. 11 ga ol deyapti akalar. Mana bunaqangi variantlarini, arzon variantida qo'yib qo'yamiz sizlar uchun. Pullari qanchadan aka bularni? 11 dan deyapsiz mana shu. Aytdim, arzon variantlarida. Pullari bu akamizda doim arzon bo'ladi. Sizlar uchun arzon variantlardan qidirib yurgan akalarimizga aloqa chiqarasiz, mana ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qo'llangancha. Savdolar qanchadan bo'ldi aka? 9 million 100 dan 9 million 100 dan savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ybaslari 95 plyuslardan chiqib qoladi atrofida. Bo'ybaslari yana alohida tashakkuz bo'laverasiz. Buniki 1 metr plyus chiqadi. Nojirimiz. Buni savdosi qancha bo'ldi bunasini? 11 million savdosi bo'lyapti. Uchalasini og'onga qanchaga berasiz? 10 million o'tib beraman, ishlatib bilasizmi, olgan odamga, akalar. Nima bilan qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. 93lar. 93lar 716 716 216 77 14. 77 14 ga telefon qilaverasizlar, akalar. Barakasini beraversin. Xudoolasa, Xunochi mozorimizda odamlar kap nimagadir. Buni ham savdosi bo'lyapti ekan. Puli qancha ekan aka buni? Olishyapmiz, bo'l. Olishyapmiz ekan, ma'lumotlarni berish shart emas deyapti. Puli qancha ekan buni? Puli 11 deyapsiz. 11 million kam bor. Buni 5 plyuslar akalar. 11 million kam bor deyapti. Savdosi qancha bo'lyapti? 12 deb berishdi. Qancha? 12. 10 million 200. 10 million 200 savdosi bo'lyapti ekan. Buni bor. Akalar, arzon variantida. Telefon qilaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz qiziqqanlarga. Nomerni ayting aka, telefon raqam qo'yamizmi? Telefon raqam qo'yamizmi? Telefon raqam qo'yish shart emas ekan akalar, bozorda sotiladi deyapti vajimiz. Harakatini beraversan, bolam bor. Yo'q. Puli qancha ekan aka buni? 12,5 million kam bor deyapti. 12,5 million kami bor deyapti ekan. Qirg'iz Baroda Shvet deyapti akalar. Savdosi qancha bo'ldi? Qancha? Qancha bo'ldi dedingiz savdosini? Savdosi 11,5. 11,5 savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ybaslar 1 metr plyuslaridan ekan. Yana bormi aka? Yana bormi? Ha, yana bor, uyda ham bor, bayda ham bor. Qaysi ular ham sizdanmi? Qanchadan ular? Ular narxi bir xil, 12,5 million kam. 12,5 dan kam bor deyapti, 1 metr plyuslaridan akalar. Hozirni olamiz. Holatlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Ma'lumotlarni berib. 11 11,5 dan savdolari bo'lyapti ekan. Qiziq qiladi, telefon qilaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz akalar.
Nomerda ayting aka. 91'li. 91li 183 183 71 17 so'm. Telefon qilaverasizlar akalar. Barakasi beraversin avvalambor. Hozir paytda savdolarimiz bo'lyapti xonajinimizda. 85 plyuslarida. Savdosi qancha bo'lyapti buni? Savdosi qancha berishyapti? 8 million savdosi bo'lyapti akalar. Jonim sog' bo'lsin. Barakasini beraversin avvalambor. O'ganga ham, sutganga ham. Menda emdilarimiz ham bo'lyapti ekan, hozir savdolarimiz ham bo'lyapti ekan Ilhom akamizda. Kuzatib o'tamiz. Qaysi biri savdosi bo'lyapti? Qancha? 9,5. Qancha savdosi bo'lyapti mana shu? 9,5 qilishyapti hozircha. Qancha? 9,5 qilishyapti. 9,5 savdosi bo'lyapti ekan. Bu baslar 1 metr plyus chiqadi. 1 metr chiqadi. Chiqmaydi. 95 plyus chiqadi. 95. 1 metrga borishi mumkin. Nari beri deyapti-yu. Akalar taxminan 95. Bu baslar. Savdolar 9,5 savdosi bo'lyapti ekan. Sizda ham bormi? Sizda ham bormi? Yo'q. Mollar? Qancha puli? Pullarni tanishtirib turingchi chiroyli qilib. Mana birinchi daha kattamiz qancha? 15 deyapti, 14 ga obunachilaringizga berib beramiz. 15 deyapti, 14 million beraverasiz. Yana o'tib beramiz. O'tib ham beraverasiz. Bo'lsa akalar nomerlarni o'qiymiz. 14 million o'tib beraman deyapti. Nomerlarni o'qiymiz akalar. Ha, narigisini ko'rsatilischi. Qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? Ha. 13 bo'lsa ham nachotda kamaytirib beramiz. 13 millionga kamaytirib beraverasiz. Barakasi beraversin. Bunisi qancha? Unisini 12 million kami bor. 12 million kami bor. Mana. Bu vaslar nechi chiqadi buni? 95 sizlardan chiqib qoladi. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz akalar, telefon qilaverasizlar. Qanchaga berasiz buni oxiri? 11,5 ga berib yuboraveradi, dastlabkasi siz bilan ichida. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab akalar. Chetlarga bo'lsa gaplashamiz. Xudosa telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, aloqa qurasizlar. Nomerda ayting ekan. 88 lar. 88 lar 821 821 2010. 20 ga telefon qilaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz chiqyapti. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'ylab. Barakasini beraversin. Avvalambor olganga ham sotganga ham. Xudosa akalar, Xunojim bozorini ham obzorini qilib berishga harakat qildik. Kechroq qolganimiz uchun to'liq ma'lumotlarni berib o'tolmadik. Bozor o'zi pastda tugab bo'lgan ekan. Qo'llangancha obzorlarni qilishga harakat qildik. Agar sizlar badishga qilib turibsizlar, qo'llangancha obzorlarni qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ismoil Uz akkauntiga obuna bo'lishingizni chiqmasin.